Assalomu alaykum do'stlar, bugun sizlar bilan eFootball'da top 3 ta yangi tezkor o'yinchilarni ko'rib chiqamiz. Men bu ro'yxatga Bale va Edorani qo'shmadim. Ko'proq tekin o'yinchilarni qo'ydim. Bunda videoni boshlashdan oldin sizlar o'zingizlar sostavinglardagi eng tezkor o'yinchini kommentariyaga yozib qoldiring. Bunda men top 3-o'rinda Jeremy Dokuning aynan shu highlight kartasiga berdim. Buning statlari tezlanishi 99, tezligi esa 94 va driblingi ham 99 bo'lgani uchun bu 3-o'ringa 100% arziydi do'stlar. Ikkinchi o'rinda esa Moussa Diaby degan o'yinchi bor ekan, Sarqorboy. Uning statlarini ko'rishingiz mumkin. Nereani statistikada prosta tezlanish 99, tezligi esa 98, driblingi ham 99. Bunaqa karta tekin kelgan ekan, kimdirlar olgan, kimdirlar olmagan. Birinchi o'rinda hamma o'ylayotgan bo'lishi mumkin, Mbappe deb, lekin Mbappe emas. Birinchi o'rinda Marcus Rashfordning aynan shu kartasi. Bu kartasi tekinga bo'lib kelgan. Uni statlari mana ko'rishingiz mumkin. Tezlanishi kam bo'lgani bilan tezligi 99 va kicking power 95 bo'lgani uchun, bu sof hujumchi bo'lgani uchun buni top 1 ga qo'ydim do'stlar. Sizlar nima deysizlar? To'g'ri reytingladimmi yoki noto'g'ri? Buni kommentariyga yozib qoldiring.